Navbatdagi sayohatimiz Vyetnam davlatining Nha Trang shahrida bo'ladi. Biz gostinitsamizni Kameral yarim orolidan bron qildik, chunki o'sha yerdagi vid bizga juda ham yoqdi. Videoni oxirida o'sha manzarani ko'rsanglar bo'ladi. Xullas, chemodanimizni yig'ishtirdim. Menimcha hech narsa esimdan chiqmadi. Bu safar faqat o'zimiz emas, singlimni oilasi bilan birgalikda uchdik. Opa-singil, 3 ta bola, 2 ta boja hammamiz birgalikda dam olamiz. Lekin to'g'risini aytsam, 3 ta bola bilan samolyotda uchishni o'zi bo'lmadi. O'zi ham naqd 7 soat 10 daqiqa uchdik. Bitta xursand qilgan tarafi reysimiz kechqurun edi. Bolalar asosan kechqurun uxlashadi, o'zingizlar ham bilasizlar. Yo'l bo'yi uxlab ketishdi, lekin har safar qorinligi ochib uyg'onishganda hammani bezovta qilishdi. Faqat shundan ozgina xijolat bo'ldik. Meni ham singlimni ham ko'zimizga uyqu kelmadi. Ertalabgacha polniy ko'chadagi manzarani, ya'ni osmondagi manzarani tomosha qilib ketdik. Lekin oxirgi 1 soat o'tishi shunaqa qiyin bo'lib ketdi. Yuraklarimiz siqilib ketdi. Hech qachon bunaqa uzoq vaqt uchmagan edim. Xullas, amallab yetib kelib oldik. Bizani transferimiz kutib oldi. Transferimiz kutib olib, bizani mehmonxonamizga avtobusda olib bordi. Bizni bron qilgan xonamizda meni orzuyimdagi balkon bor. Balkondan chiqib atrofga qaraganimda mana shunaqa manzara kutib oldi. Yo'lda juda ham charchab kelganimiz uchun birinchi kun umuman hech qayerga chiqmadik. Faqat uxladik, bolalar bilan jetski plashadkaga chiqdik va oxirida shou tomosha qildik. Birinchi kunimiz xuddi shunaqa o'tdi. Videoga like bosinglar va men ikkinchi kunimizni chiqazaman. Vyetnamdagi ikkinchi kunimiz bir chashka kofe bilan boshlandi. Kofe menga charchovlarimni olib energiya beradi, shuning uchun ham har kuni tongda ichaman. Keyin mehmonxonani plyajiga dengizda cho'milish uchun chiqdik. Bunaqa payt quyosh endi chiqib, havo salqin bo'ladi. Dengizda cho'milib bo'lganimizdan keyin Imperial oroliga bordik. Bu orolga kanatkada o'tdik. Kirish uchun chiptani $35 ga oldik. Orolga kirib olganinglardan keyin kiyimlar va yeydigan narsalardan tashqari hammasi bepul. O'sha mashhur attraksionda uchganimizdan keyin shu orolni zooparkiga yo'l oldik. Zooparkda umrimda birinchi marta flamingolarni hayotda ko'rdim. Qirol Sher multfilmida chiqqan juda ham ko'p hayvonlar aynan shu zooparkda bor ekan. Zooparkdan chiqib akvaparkka kirdik. Akvaparkda bolalar uchun ham, kattalar uchun ham juda ham zo'r attraksionlar bor. Soat 5:00 gacha akvaparkda bo'lib, keyin kanatkaga chiqib ketdik. Kanatkadan bu orolni eng tepa balandlikdan tomosha qilsanglar bo'ladi. Undan keyin kechki shou bo'ldi. Shouda hayotimdagi eng chiroyli salyutlarni ko'rdim desam ham bo'ladi. Hozir sanab bergan narsalarimning hammasi o'sha $35 ichida. $35 ga bir kunni shunaqa o'tkazish menimcha arziydi. Oroldan chiqib shahar markaziga bordik. Umuman Vyetnamliklar qanaqa yashashiga qiziqdik. Bu shahar kechqurun juda ham gavjum bo'lar ekan. Biz birinchi magazinlarga, keyin bo'lsa bozorga bordik. Vyetnamda magazinlarda ham, bozorlarda ham narsalar narxlari juda ham arzon ekan. Boshqa davlatlarda $30, $40 sotiladigan sumkalarni bu yerda bemalol 30 ming so'mga topsanglar bo'lar ekan. Aytgancha, umrimda birinchi marta kokos suvini ichib ko'rdim, lekin mazasi menga umuman yoqmadi. Vyetnamda 3-kunimizni Xitoy dengizida o'tkazdik. Xitoy dengizini sayohat qilish bizga $40 ga aylandi. $40 evaziga avtobus bizani portga olib bordi va biz kemaga chiqdik. Kemada soat 9 dan 3 gacha Xitoy dengizini aylandik. Maza qilib ashula eshitdik, o'ynadik, ovqatlandik. Bizga dengiz taomlarini berishdi. Mazasi og'zimda qoldi. Dengizni eng chiroyli 3 ta nuqtasida tushib cho'mildik. Istalik uchun rasm videolarga tushdik. Xohlovchilar diving qilishdi, ya'ni suvdagi baliqlarni tomosha qilishdi. Keyin birdan havo salqinlashib juda ham kuchli shamol turdi. Shu bilan baland ashula eshitib, o'ynab orqamizga qaytdik. Mehmonxonagacha avtobusimiz, ya'ni transferimiz bizani kuzatib qo'ydi. Kunimiz juda ham mazza va maroqli bo'ldi. Vyetnamdagi narxlar bizani juda ham hayron qoldirdi. Rostdan ham juda ham arzon ekan. Butun kunimizni $40 ga mazza qilib o'tkazdik. Vyetnam bizga shunaqa yoqdi, qayta kelgin keladi. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? $40 ga bir kun Xitoy dengizini aylanishni xohlarmidinglar? Bu narxga dengizga borish, kelish, ovqatlanish, ashula eshitib dengiz sayohat qilish arziydimi? Fikringlarni kommentariyada kutib qolaman.